Jamendo.com. Xursandmiz. Sarchashma nafaqat sizlar uchun, aslida bizlar uchun ham vatan. Biz ana shu manzilimizni, vatanimizni sizlar qanchalik sevsanglar, bizlar ham bir ijodkor sifatida, mana shu yurtning fuqarosi sifatida biz ham kam sevmaymiz. Vaholanki biz mana kecha gaplashdik, kecha kelib men kelganimga 11 yil bo'ldi. Lekin tez kelardik. Ming afsus, taqdir taqozosi bilan ish bilan bo'shash qiyin bo'ldi, lekin bugungi tadbirga baribir kelishga jazm qildik. Chunki bunaqa hodisa umuman yurtimizda men birinchi marta bunaqa hodisada qatnashib turman. Chunki ko'plab muzeylarni ko'rdik, ko'plab muzeylar tashkil qildik. Lekin mana shu yurtda yashab, mana shu zaminda tug'ilib, o'sib, shu zaminni kelajagi uchun, qolaversa uni tarixiy uchun befarq bo'lmagan insonlarning borligi, demak bu mana shu qishloqni, mana shu zaminni baxti. Avvalambor mana shunaqa nima deydi, vatan uchun, xalqi uchun fidoyi insonlarni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Ming afsus, men hozir o'zim shaxsan Qashqadaryo viloyat hokimiga xat chiqarganman, lekin hech kimni ko'rmayapman. Bu ular uchun minus. Chunki bu yurtga, bu qishloqqa e'tibor kerak. E'tibor kerak. Bu chunki men o'zim har safar aytaman, bugun ham shu gapni gapirdim. Biz shaharda yashaymiz. Mana shu yerga kelganimizda, sizlar bilan suhbat qilganimizda qanchalik biz insoniylik sifatlarini nisbatan yo'qotganimizni his qilamiz. Chunki ana shu sifatlarni sizlarda ko'ramiz. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Siz mana shu qadriyatlaringizni, mana shu odatlaringizni saqlashingiz kerak. Ularga chiroyli bir haligi nima deydi, shu farzand, shu xalqqa, aholiga loyiq bir farzand sifatida munosabat bildirish kerak. Shuning uchun ham men juda ham xohlardim mana shu ko'chalar saqlanib qolishini, juda ham xohlardim shunaqa paxsa devorli uylar bo'lishini. Chunki bilasizmi, balkim kimdir o'sha sivilizatsiyani, zamonaviy bir ruhiyatni kirishini xohlar. Lekin bir tomondan u ham kerak, juda chiroyli, yaxshi, zamonaviy. No, ikkinchi tarafdan sivilizatsiya insoniylik sifatlarini yo'qotadi. Biz bir-birimizga hurmatimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Bizni fikr xayolimiz hozir shahardagilarga o'xshab nafsga aylanib ketishi mumkin. Unda bu qishloqni go'zal, mana shunaqa ruhiyatini yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun hamma narsani me'yorida bo'lgani ma'qul. Lekin asosiysi bugun o'ziga xos mana muzey tashkil qilinyapti. Mana shu muzeyni avvalambor boshida turgan Furqat aka, umuman Furqat akaga kimlar yordam bergan bo'lsa, mana shu qishloqda hammalariga tashakkur izhor qilaman. Chunki men yana qaytaraman, meni hayotimda birinchi marta, men ham hozir 64 ga qarab ketyapman. Birinchi marta shunaqa bir o'ziga xos bir fidoyilikni ko'rib turibman. Biz kecha ko'rib chiqdik bu muzeyni. Bu muzeyning ichidagi ba'zi bir ashyolarni ko'rib, katta biz ko'rgan muzeylarda ham yo'q bu narsa. Buni qadriga yetish kerak. Albatta keyinchalik aslida bu binoni o'zi ham muzey ekan. Bu binoni ham saqlab qolish kerak, lekin men tarafdorman keyinchalik buni kengaytirish masalasini. Ozgina boshqacha ruh berish masalasini.
uni qonunlashtirish masalalarini albatta Furqat aka bilan gaplashib oldik. Biz men rahbar sifatida, Badiiy akademiya raisi sifatida qanaqa yo'llari bo'lsa, hammasiga yordam berishga tayyorman. O'ylaymanki, mana shu maskanga kelgan insonlar avvalambor siz bilan tanishish uchun, avvalambor sizni ota-bobolaringiz bilan, sizni o'sha ildizlaringiz bilan tanishish uchun mana shu maskanga kelishadi. Biz ham butun dunyoga borganimizda, bu yoqqa borganda o'sha xalqni bilish uchun avvalambor muzeyiga boramiz. Ana shu muzeyda bu xalqning kimligi, avlod ajdodlari kim bo'lgan, qanday yashagan, urf-odatlari qanaqa bo'lgan, uni tashqi ko'rinish kiyimlaridan tortib oddiy hayotdagi narsalari qanaqa bo'lgan, hammasi mana shu muzeyda ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning uchun avvalambor kelgan mehmonimiz mana shu qishloqqa, demak, mana shu muzeyga tashrif buyuradi. So'ng boshqalar bilan muloqotga kiradi. Shuning uchun buni qadriga yetishimiz kerak. Furqat aka, sizga men bir mana shu yurtni farzandi sifatida qilgan ishingizga bosh egib ta'zim qilaman. Sizga rahmat deyman. O'ylaymanki, bu yerdagi xalqning qo'lida hali ko'pdan ko'p tarixga taalluqli narsalar bor. Vaqti kelar, agar shu binoni biz sal boshqacharoq, kattaroq qilib olsak, ana shu joyda o'sha tarixiy narsalarni soni ko'payadi, menimcha taqdimlar ham ko'payadi-da, hamma olib kelib beradi, bundan g'ururlanadi. Chunki kelajakda baribir turistlar ko'p keladi. Bu aniq. Vaqt kelar, mana kecha yo'limiz yaxshi bo'lib qoldi dedinglar-ku. Yo'l yaxshi bo'lib bo'lsa, buni nima deydi? Natijasi baribir turizmga borib taqaladi. Turizm baribir rivojlanadi. Shuning uchun yana bir bor sizlarga umuman mana shu Sarchashma aholisiga sog'lik, salomatlik tilayman. Siz bilan biz juda ham katta bir baloni, ya'ni pandemiyani boshdan o'tib kechirdik. Qanchadan qancha biz bilan bizani hamkasblarimiz, mana shu joyga kelgan hamkasblarimiz o'tib ketishdi. Sizlarda ham shunaqa narsalar bo'lgan, buni bilaman. O'tganlarning hammasini joylari jannatda bo'lsin. O'shalarning ruhlari bugun shod bo'lsin. O'shalarning ruhlarini shod qilish uchun ham mana shunaqa o'shalarni yod etish uchun shunaqa muzeylar tashkil etilyapti. Shuning uchun yana bir bor sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Bundan buyog'iga ham birgalikda mana shu qishloq uchun, qishloqni farovon hayoti uchun birgalikda xizmat qilamiz deb va'da beramiz. Rahmat. Rahmat, malakam. Xalqimiz sizni juda hurmat qiladi.